Sizlar bilan bugungi ishtirokchilarni tanishtirsam, kombinatning jismoniy va yuridik shaxslarining murojaatiga oid ishlarni nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo'lim boshlig'i Shavqiddin Aminovich Idiyev hamda kombinatning kadrlar boshqarmasi bosh mutaxassisi Madiyor Sunnatullayevich Keldiyorov va yonimda kombinat kompleks xizmatlar shu'ba boshlig'i Azamat Azimovich Bozor ishtirok etyaptilar. Bugungi ochiq muloqotimizda ko'proq savollar ish bilan bog'liq bo'lgani uchun biz dastlabki so'zni kadrlar boshqarmasi bosh mutaxassisi Madiyor Sunnatullayevich Keldiyorovga bermoqchiman. Shu bugungi shu ochiq muloqot ishtirokchilarining savollari shu bilan bog'liq bo'lgani uchun ishga joylashtirish masalalari bo'yicha kengroq tushuntirish bersangiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Shu ishga kirish tartibini tushuntirib o'taman. Navoiy metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi bosh direktorining tegishli buyrug'iga asosan bo'sh ish o'rinlariga kadrlarni tanlab olishda tanish-bilishchilik va mahalliychilikni oldini olish maqsadida korxonaning ish beruvchisi raisligida bosh mutaxassislardan iborat komissiya tomonidan tanlov asosida ishga qabul qilish tizimi joriy etilgan. Mavjud bo'lgan bo'sh ish o'rinlari bo'yicha o'tkaziladigan tanlovlar, shuningdek kasb va lavozimlar bo'yicha qo'yilgan talablar to'g'risidagi ma'lumotlar Navoiy metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatining NGMK.uz rasmiy sayti, Telegram, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalari orqali e'lon qilinib borilmoqda. Bunga ko'ra, siz yuqoridagi saytlarda egallagan mutaxassisligingiz bo'yicha bo'sh ish o'rinlari e'lon qilinganda tanlovda ishtirok etish uchun Mehnat NGMK.uz veb-saytida ro'yxatdan o'tishingiz hamda ushbu saytning o'zida bo'sh ish o'rinlariga o'z nomzodingizni qoldirishingiz mumkin. Ishga joylashtirish masalasi tanlov natijalariga muvofiq o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi. Yana shuni qo'shimcha qilib eslatib o'tamizki, tanlovda ishtirok etish uchun talabgorlarning ma'lumoti, mutaxassisligi, malakasi, kasbiy tayyorgarligi, bo'sh ish o'rni, kasb yoki lavozim bo'yicha qo'yilgan talablarga to'liq mos kelgandagina taklif etilishi mumkin. Qisqa qilib shu. Yana qo'shimcha qilib aytaman, mana bizga e'lon berilgan vaqtda o'sha bo'sh ish o'rinlariga saytda faqatgina 10 kun turadi. E'lon berilib, 10 kundan keyin o'sha olib tashlanadi saytdan. Rahmat. Madiyor aka, mana bizning mutaxassisimizda ishga joylashtirish bo'yicha tavsiyalarni eshitdik. Ochiq muloqot bo'lgandan keyin albatta fuqarolarimizda ko'plab savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin. Ruxsatlaringiz bilan bevosita o'sha bugun savol bermoqchi bo'lgan fuqarolarga murojaat qilmoqchimiz. Chunki kim savol beradigan bo'lsa, albatta o'zini birinchi tanishtirib va bog'lanish uchun telefon raqamini aytsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Demak, birinchi bo'lib kim bo'lgan bo'lsa, marhamat oching. Marhamat, o'zingizni tanishtirishingiz mumkin. Bekzod, marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Bekzod Begmurodov. Bizlar 3-4 oy oldin eshityapmiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizlar 3-4 oy oldin ta'mirlovchi Chilangarga topshirdik, markaziy kom boshqarmaga. O'shanga hali ham nimasi chiqmadi. Tanishtiring, yo'z olishim. Tanishtiring va telefon raqamingizni ayting, keyin mavzu yutasiz. Aha. Ismim Begmurodov Bekzod. Begmurodov Bekzod. Aha. 94lik. Aha. 871. Aha. 49-99. Rahmat. Endi mavzuni qo'ygan masalaga ayting, savolingizni bering. Bizlar 3-4 oy oldin ilovadan nima topshirgandik, dokument yashil chiqqandi. O'shanga hali hech qanday javob nima ham bo'lmadi aka, shuni so'ramoqchi edik. Markaziy kom boshqarma ta'mirlovchi Chilangarga topshirdik. Markaziy kom boshqarmasi. Nima ta'mirlovchi Chilangarga dedingiz-ku, men yozib oldim, men aniqlashtirib sizga telefon qilib aytaman javobini. Xo'p, rahmat, tushunarli. Bekzod, mana aytdilar, Tursin. nima qilib sizga siz bilan bog'lanadilar. Keldiyorov mana o'sha aniqlik kiritib
nima sababdan chaqirmagan, nima uchun tanlovga qatnashtirmagan hamma sabablarni telefon orqali sizga bildiradi. Agar yana e'tirozingiz bo'lsa, qo'shimcha bizga mana jismoniy va ijtimoiy murojaatlari bo'limi bor. O'shanga telefon qilishingiz mumkin. Saytga kirsangiz bizani elektron raqamlarimiz bor. Elektron Telegram kanalimizda nimasi bor? Ko'rsatilgan o'sha yerlarimiz. Bemalol qaydib elektron yoki yozma ravishda murojaat qilishingiz mumkin. Super, rahmat. Sog' bo'ling. Yana keyingisi. Umidjon Homidov, marhamat. Umidjon Homidov, savol bo'lsa, o'zingiz birinchi tanishtirib, keyin savol berasiz. Umidjon Homidov. Boshqasi ko'p ketaveribdi. Oladimi? Abdumomin Boliyev, marhamat, o'zingizni tanishtirib, telefoningizni berasiz, keyin savol berasiz. Marhamat. Abdumomin Boliyev. So'rayapsizmi? Qo'l ko'targanlar kim bo'ladi? Navbatdagisini chaqiraylik. Oladimi? Umidjon Homidov. Marhamat, savol bo'lsa bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Homidov Umidjon. Tashrif va telefon raqamingizni bering, keyin savol berasiz. Homidov Umidjon 93lik 93lik 952 Aha. 31-35 nomerim. Marhamat, savolingizni bersangiz bo'ladi. Qarang aka, biza institut tugatgandik shu yil, Gornini mashinasozlik fakultetini tugatgandik. Keyin bizani ish bilan ta'minlash bo'yicha mana bu prezident qaror chiqargandi-ku. Xo'p. Shunga keyin biza mana bu o'zimizni Navoiydagi uchumli sentrga suhbatga bordik-da, suhbatdan o'tgandik. Gimiz 2ga biz sheriklar ishga kirgan, lekin biz telefon qilib chaqirishmadi-da. Shunga amaliy yordam berishlarini so'rayman demoqchi edim. Shunday, savolingiz qabul bo'ldi, masalan. Umidjon, bu shu yilgi bitiruvchimisiz? Ha, shunaqa. Shu yilgi bitiruvchi bo'lsangiz hech kim chiqmadimi? Siz nima, zaoshnimi yoki sirtqimi yo'q? Sirtqi biza zaoshni o'qidik. Suhbat bo'luvdimi o'quv markaziga? Ha, uchumli sentrga suhbat bo'lganda, shu kursdoshlarim bilan birga borgandim. Keyin suhbatdan o'tdik, o'zimiz telefon qilamiz deganda, o'tdizlar suhbatdan, o'zimiz telefon qilib chaqiramiz dedilar. Shu bilan meni sheriklarim bir oy oldin ishga kirib ketdi, hozircha menga telefon bo'lgani yo'q-da. Qaysi oyga bo'ldingiz buni? O'tgan oktyabr oyida edi. Oktyabr oyida o'quv markazida bo'ldi. Ha. Keyin ana bu hozir mana bu vakansiya ochilyapti-ku, chilangarlik bo'yicha ham. Markaziy kon boshqarmasiga. Ha, o'shanga ham onlayn ariza topshirib qo'yganman. Faqat telefon qilib chaqirmayapti-da, faloncha kuni ekzaminga keling yoki suhbatga keling degan narsani hech bir aytmayaptilar-da, telefon qilib ham. Buni talablari bor-da, bu yerda jihozlarni ta'minlash bo'yicha bu talablarni o'qib ko'rdingizmi buni? Ha, o'qib ko'rganman. O'qib ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda transport boshqarmasi ichki yonuv dvigatellarini ta'mirlash texnika bo'layapti-da, bu yerda avtonom transport men o'zim aytib qo'yaymi? Ayrim texnik sabablarga ko'ra uzilib qoldi. Demak, yana kimda savol bor? Yo'q, bu baribir eshitadi-ku. Homidov Umidjon, agar eshitayotgan bo'lsangiz, aniqlashtirib sizga telefon qilib aytamiz, sizning masalangizni. Protokollarni ko'tarib aytamiz. Bayonnomalarni. Zokirjon, ulasizmi? Zokirjon, marhamat. Zokirjon Qurolov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib, Viloyat Qo'shrabot tumanidanman. qayerdan?
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani. Aha. Telefon raqamingizni, ismingiz, familiyangiz. 94lik 182 Mhm. 9055. Ismingiz nima edi? Shu Qurolov Zokirjon. Zokirjon Qurolov. Aha. Savolingizni bering aka. Qarayman 4-5 oy oldin elektromontor yo'nalishi bo'yicha ariza topshiruvdim-da. Xo'p. Shunga javobi keldi, ko'k bo'p boyagi anaqa bo'p. Siz o'tdingiz, hujjatlaringiz mos keldi deb keldi. Mhm. Hozir endi shunga anaqa chaqirmadi-da suhbatga. Qaysi bo'linmaga topshirgansiz? Elektromontor yo'nalishi bo'yicha. Yo'q, qaysi bo'linma, qaysi shaharga ko'rsatilgandi? Zarafshon shahar. Zarafshonga topshirgansiz. Markaziy kon boshqarmasi. Mhm. Zaraf. Sizga ham bo'ldi, men tushundim. Aniqlashtirib sizga telefon qilib aytamiz, xo'p? Xo'p. Shu masalangiz. Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, ish bilan bog'liq savollar bilamiz ko'p. Agar kimda boshqa yo'nalishda savollar bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Chunki ochiq muloqotda faqat ish bilan bog'liq emas, boshqa masalan bog'liq savollar bo'lsa marhamat berishingiz mumkin. Demak, Halimova, marhamat. Halimova. Ishlayaptimi? Halimova, savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Boshqasi o'taymi? Shohruxjonmi? Shohruxjon, marhamat, savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Shapnasiz. Va alaykum assalom. Marhamat, darsligingiz. To'g'ri. Familiyangiz? Savolim shunday, ismim familiyam Berdiyev Umidjon Xolboyevich, 90-yil tug'ilganman. Ha, Berdiyev Umidjon. Telefoningizni bering. 97lik. Aha. 797. Aha. 84 797 84 84. Savolingizni bersangiz bo'ladi, Umidjon, marhamat. Men savolim shunday iboratki, men 2009-yildan 2020-yilgacha JUKU uy-joy kommunal foydalanish idorasida ishlaganman. Navoiy shahrida. Navoiy shahrida, Navoiy konchilik kollejini tugatib ishga kirib ishlaganman. 2020-yil bizlar shirkatga aylanishdan oldin ma'lum bir sabablar bilan men ishdan bo'shab turib, keyin yana bir 2 oydan keyin shirkatga qaytib kirganman. 2025-yil 24-fevralgacha shirkatda ishlaganman. 5 yil davomida. Hozir 2025-yil 24-fevralda o'sha suhbat asosida Janubiy kon boshqarmasiga ikkinchi sonli yer osti qazib olish uchastkasiga elektrogaz payvandchi kasbiga tanlovda g'olib bo'lib ishga qabul qilinganman. Ishlab kelyapman hozir. Savolim o'sha 2009-2020-yillardagi mehnat stajimni tiklab berishda amaliy yordam berishlaringizni so'rab savol berayotgandim. O'sha siz hozir qaysi bo'linmaga ishga kirdim dedingiz? Janubiy kon boshqarmasi. Janubiy kon boshqarmasi. Bo'ldi, Janubiy kon boshqarmasining kadrlar bo'limiga uchrashasiz. Ular sizga namuna beradi, ariza yozasiz, ish stajini tiklash to'g'risida. Markaziy komissiyaga. Ariza yozganman. O'sha Janubiy kon boshqarmasidan rad xat keldi. Hozir o'sha sizlarga Navoiy kon metallurgiya kombinatiga ham o'sha 4-sentyabrda sizlarga ham o'sha yerga ham xat qilinganda. Endi men savolim baribir yozma ravishda emas, o'zim tushuntirib nima qilganim yaxshi edi. O'sha ancha yillik stajim bor baribir. O'shanga yordam berishlarini so'rayman. Hammasi yozma ravishda topshirilgan hozir. Yo'q, o'sha sizlar nima Yo'q, Umidjon, o'rganib komissiya o'rganib chiqadi-da. Agar o'zi ko'rmagan bo'lsa o'rganib chiqadi, sizga javobini aytadi. Hujjatlaringizni olib biza tekshiramiz. Men jismoniy va ruchka murojaatlar bilan ishlash nazorat qilish bo'lim boshlig'i IDFman. Shavkat Aminovich. Sizni savol nimangiz murojaati bilan biza o'rganamiz. Mana ish stajini tiklash bo'yicha hujjatlaringiz bizaga yuborilgan bo'lsa, hujjatlaringizni olib o'rganib
o'sha ishga tiklash agar imkoniyati bo'lsa, bizani o'sha talablarimizga javob beradigan bo'lsa, ya'ni o'sha yerda yo'riqnoma bor ishga tiklash masalasi. Ish stajini tiklash masalasi. O'sha ko'rib chiqamizda sizga to'liq ma'lumot beramiz. Tushunarlimi? Hoshim nomiga yozganman. Hoshimov. Tushunarli. Markaziy komissiya raisi o'sha Hoshimov, kadrlar boshqarmasi boshlig'i. Biz ko'rib chiqamiz, o'sha sizga Xo'p, rahmat. Vaqt chegaralagani uchun muloqot ishtirokchilarini iltimos qilamiz qisqa va yo'lda savol berishga. Marhamat, keyin yana Egan Berdiyeva. Marhamat, savol bo'lsa, o'zingizni tanishtirib murojaat etishingiz mumkin. Nozikul Egan Berdiyeva, marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Marhamat, o'zingizni tanishtirib telefon raqamingizni bering. Nozigul Egamberdiyeva, Zarafshon shahridanman. Aha. 93lik. Nol 41 74 77. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Savolim shundan iboratki, iyul oyini oxirida mana bu Mostovoy Kozlovoy Bashinniy kran bo'yicha, Mostovoy yo'nalishi bo'yicha GMZ 7 ga hujjat topshirgandik. Xo'p. Nega imtihon bo'lmay ketdi? Savolim shundan iborat edi. Imtihon bo'lmay ketdi yoki bo'lmasa bo'lgan bo'lsa ham bizani chaqirmadimi? Hujjat topshirdik, hech qanday nima bo'lmadi, hech qanday telefon ham bo'lmadi, u haqida xabar ham bo'lmay ketdi necha oydan beri. Men yozib oldim, mana. Men sizga telefon qilib chiqaman, aytaman, aniqlashtirib, nima bo'lganini aytaman. Xo'p, rahmat. Bo'lganini chiqib aytamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Yana kim? Shuhratbek Tog'ayev, marhamat. Sanatbekmi? Sanatbek Tog'ayev, marhamat, savolingiz bo'lsa, o'zingizni tanishtirib. Sanatbek Tog'ayev. Boshqasi yana. Nilufar Xudoyorova. Marhamat. Nilufar Xudoyorova. Qo'shilmadi. Xo'p. Navbatdagi Baxtbek Shukurov. Baxtbek. Endi ular ko'ryapti, ulanmayapti-da, bizlar ruxsat beryapti. Shalol O'ktamida, marhamat. Shalol O'ktamida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men Murodullayeva Shalola O'ktamida 1995-yil tug'ilganman. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida. Buxoro muhandislik texnologiya institutini tugatib, shu yil muhandis texnolog degan yo'nalishda tamomladim, lekin bir necha joylarga shu ariza topshirgandim. Faqat arizangiz отказ qilindi, rad javob deb murojaatimga faqat rad javob berilyapti-da. Men qayerga murojaat qilib ishga kirsam bo'ladi? Telefon raqamingizni ham bering. 93lik 252 200 necha? 252 Aha. 1701. 1701. Endi savolingizni to'liq aytsangiz bo'ladi. Muhandis texnolog yo'nalishini tamomladim. Shu yil qo'limga diplomni qaysi yo'nalish? Muhandis texnologlarning yo'nalishi bor-da, oziq-ovqat sanoatigami, kimyo sanoatigami? Noorganik kimyo yo'nalishi bo'yicha oziq-ovqat sanoatida muhandis texnolog yo'nalishini tugatganman. Lekin qayerga murojaat qilib bir necha shu onlayn ariza topshirgandim, hammasiga rad javobini olyapman-da. MGMK uz mehnat MGMK uz degan saytlarimiz bor bizlarning. Agar nimaga kirsangiz, internetga kirib ko'rsangiz, o'shanga bo'sh ish o'rinlari
e'lon qilib boriladi. O'shanga kirganmisiz mana shu saytlarga? Ha, bir Bizning necha bor. saytimizga ana shu saytga kiring, bo'sh ish o'rinlari agar sizni mutaxassis endi haqiqatan kimyo texnologiyalari bo'yicha shunday injener texnolog bo'lsangiz, unda bo'sh ish o'rinlari e'lon qilinadi o'sha yerda. O'sha bevosita kimyo sohasiga o'sha mutaxassisga talab paydo bo'lganda o'sha yerda e'lon qiladi. Bo'lmasa agar yana murojaat qilib bizani o'sha saytga kirsangiz, bizani elektron manzilimiz ko'rsatilgan, telegramimiz bor, unga murojaat qilib elektron murojaat qilishingiz mumkin. Keyin bizani onlayn maslahatchimiz bor. O'sha yerga nimaga kirsangiz, agar saytimizga kirsangiz, onlayn maslahatchini telefon raqamlari o'sha yerda ko'rsatilgan. Bemalol sizga o'sha paydo bo'lgan masalalar bo'yicha savol berishingiz mumkin, ular to'liq sizga javob beradi. Qanday murojaat qilishingiz mumkin, murojaatsiz qaysi tartibda jo'natishingiz mumkin, og'zaki, yozma, elektron murojaatlar qanday bizga yo'naltirish mumkin, hammasi to'g'risida to'liq ma'lumotlar beriladi. Bizlar saytimizga kirsangiz, butun ma'lumotga ega bo'lasiz. Tushunarlimi? Tushunarli, rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, navbatdagi Zamira Nurmonjon Xoliqulov, marhamat. Nurmonjon Xoliqulov. Nurmonjon Xoliqulov, savol bo'lsa marhamat, bog'lanishingiz mumkin. Chiqmadi, boshqasi bering. Xo'p, Sardor Yaxshiboyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshiboyev Sardor. Aha. Abdumuratovich. Xo'p, telefon raqamingiz? 93lik 304 82 13. 82 13. Xo'p. Savolingizni bering. Xo'p, Toshkent davlat texnika universitetini bitirdim shu yil. Konchilik ishi fakulteti, mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi, tarmoqlar bo'yicha yo'nalishini. Bitirib kelgandan keyin diplomimni olib, Zarafshon shahrida sirov upravleniyaga dokument topshirib, ariza yozdim. Rad javobini berdi. Mehnat muhofazasi bizdan ajralib chiqib ketgani uchun dedi, biz bo'sh ish o'rin yaratib bera olmaymiz deb. Shunaqa, qachon bo'sh o'rin bo'lsa chaqiramiz dedi. Keyin Navoiy kombinatga yozdim. Navoiy kombinatga borib, Taparov nomiga ariza yozdim. Taparov nomiga yozganimda unda ham rad javobini berdi. Bizda hozirda yo'q dedi. Keyin uchimni sentrga borib, xo'p, meni dokumentlarim olib qolinglar. Hech bo'lmasa men o'qishni bitirib keldim. Oddiy ishchi, slesar qilib olsanglar ham roziman. Keyin tajriba oshirib, mayli o'zimni yo'nalishim bo'yicha stajirovka qilib o'taman dedim. Yo'q dedi, sizni dokumentingizni biz olib qola olmaymiz dedi. Qachon sizga vakansiya ochilsa, keyin olib qolamiz dedi. Lekin men o'sha yozdan beri kutaman, vakansiya ochilmaydi-da mening yo'nalishimga. Lekin boshqa yo'nalishga ochiladi, ko'rishga bo'yicha oladi ular. Agar ras shu ko'rishga bo'yicha olganda, men 5 yil o'qib kelganimdan ko'ra 5 ta ko'rishga olsam, shu menga vigitni bo'ladi deb hozir hayron bo'lib turibman. Shu paytgacha hozir murojaat qilaman, hammasida rad javobi berilyapti-da. Shunga o'zlarim Shunday Sardor o'z savolingizga kadrlardan mutaxassis majalga jo'nadi. Sardor, sizga rad javobi berilmayapti. Menimcha ishga kirish tartibi tushuntirilyapti-da bu yerda, to'g'rimi? Bu yerda bunayda sizni mutaxassisligingiz bo'yicha bo'sh ish o'rni rostdan ham e'lon qilingan vaqtda ariza qoldirishingiz mumkin. Siz adashmasam o'sha Engemka saytiga kirib ro'yxatdan o'tgansiz, to'g'rimi? Ro'yxatdan o'tganman. Meni yo'nalishim bo'yicha bo'sh ish o'rni chiqmayapti-da. U yoqda o'sha kutgan hozirgi kutgani biror marta chiqmayapti. Sizni o'sha kuzatib boring, mutaxassisligingiz bo'yicha bo'sh ish o'rni bo'lgan vaqt talablarini o'qisangiz, u yerda yoziladi-da. Yo ma'lumoti deyiladi, vergul bilan ketaveradi yoki deydi malaka guvohnomasi deyiladi-da bu yerda. Lekin yaqin. Xo'p, gapiring, uzr. O'sha malaka guvohnomasi hamma oliy ma'lumot bo'la olmaydi. Shuning uchun vergul bilan malaka guvohnomasi ham yoziladi. O'sha yerda agar kuzatib borsangiz, o'sha yo'nalishingiz bo'yicha bo'sh ish o'rni ochilganda o'sha ariza qoldirishingiz mumkin.
lekin yaqinda mana shu Telegram kanalda mehnat muhofazasi bo'yicha suhbat olib borildi deb tashadi mana shu kanalga. Suhbat olib borildi deb. Mana shu lekin vakansiya ochilmadi-da, rasmlari bilan tashaldi. Mana shunaqa vaziyat bo'lyapti. Ish o'rni olyapmiz yoki saralab oldik deyapti-da. Lekin qayerdan saralab oldi? Unaqa lekin vakansiyaga boyagi saytga tashlab bermadi-da, silka. Dokument to'ldirish. Yo'q, bu bizani o'zimizni ishchilarning orasidan saralab olinganda ular mana zaxirada turadi-ku, bu muhandislik lavozimida, bu o'sha texnika xavfsizlik muhandislik lavozimi bizda o'sha ularni lavozim yo'riqnomasi bo'yicha kamida 1 yil stajiga ega bo'lgan ishchilarning orasidan olinadi, tanlov suhbat qilib olinadi. U o'shalar nazarda tutiladi. Siz aytyapsiz, ishchilar orasidan tanlab oladi deyapsiz. Men o'zim maktabni bitirib, o'zim bilimim bilan institutga kirganman. Institutni endi bitirib kelyapman. Ish staji qayerdan olishadi? O'qish mobaynida ish yo'q, sizda yo'nalishingiz bo'yicha birinchi ishchi qilib olamiz. Keyin lavozim qilib ham olyapti-da. O'sha ishchi qilib ham men aytaman, rozimanman. Oddiy slitsar qilib olinglar. Konchilik ishi bo'yicha konchilik emas bu. Mehnat muhofazasi va konishlar yo'nalishi bo'yicha. Fakultetim konchilik ishi, mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi, tarmoqlar bo'yicha. Konchilik ishi yo'nalishi. Toshkent davlat texnika universiteti. Demak, Sardorbek, sizda masalangiz bo'yicha kadrlar o'sha mutaxassisni qo'shimcha telefoningizga chiqadi va o'z yo'nalishi bo'yicha agar o'sha bo'sh ish o'rinlariga hujjat topshirishingiz mumkinligi aytib o'tirdilar sizga. Vakansiya ochilish arafasida aytiladi sizga. Telefon qilinadi. Sardorbek, bitta narsa, sizni texnika xavfsizligi muhandisi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri qabul qila olmaysizlar. Chunki bizlar o'sha nimamizda, o'sha xizmat yo'riqnomasida kamida 1 yil mehnat stajiga ega bo'lgan mana shu xodimlar o'sha texnika xavfsizligi bo'yicha muhandislikka ishga qabul qilinishi kerak deb qo'yibdi. Shu uchun siz hozir aytamiz, o'sha Toshkent texnika universitetini aynan mana shu texnika xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha kon ishlari bo'yicha o'sha kon ishlari bo'yicha fakultetning texnika xavfsizligi. Shu uchun hozir biz o'rganamiz, o'sha rahbariyat bilan birga o'rganamizda, sizda o'sha imkoniyati boricha oddiy kon ishi bo'yicha ishchi lavozimida ishga qabul qilish, tanlovga ishtirokini ta'minlash va undan keyin shu lavozimga o'tkazish masalasi ko'riladi. Men roziman. Uchinchi sinfga borib ham aytdim. Mayli oddiy ishchi qilib olinglar, slitsar qilib desam, slitsarlikka korchkaga o'qib kelish kerak deyapti. Men 5 yillik kontrakt pulimga 5 ta korchkaga o'qiganim yaxshi emasmidi? Buldozer, ekskavator qilib undan ko'ra. O'rganib chiqib aytamiz, Sardor sizga. Telefon qilaman. Xo'p, kutaman. Xo'p. O'shani ko'rish kerak, o'g'ilni Oddiy ishni olib shunday. Ulanganmiz? Xo'p, Nilufar Xudoyorova, marhamat. Nilufar Xudoyorova. Va alaykum assalom, marhamat. Men Nilufar Xudoyorova. Aha. Nomerim 91lik. 252 4005. Xo'p, savolingizni bering. Men Buxoro davlat universiteti agronomiya va biotexnologiya fakultetini bitirganman. Shu yo'nalishimga mos boshqarmasida yo'nalishimga mos ish o'rni bor ekan. Vakansiya iyun oyida chiqqan ekan. Shu joyga ishga kirsam bo'ladimi? Yo'q. Bo'sh ish o'rni e'lon qilinganda ariza qoldirib, siz mehnat eng saytiga kirib ro'yxatdan o'tganmisiz? Ha, ro'yxatdan o'tganman. Ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, kuzatib boring, qachonki bo'sh ish o'rni e'lon qilinganda ariza qoldirasiz. Men tushuntirib o'tdim-ku, bo'sh ish o'rni e'lon qilinganda 10 kun mobaynida ariza qoldirishga ulgurishingiz kerak-da, o'sha muddatda. Keyin u yerdan olib tashlanadi, o'sha keyin
siznikini nima qilmaydi, qabul qilmaydi. O'sha vaqtga ulgurishingiz kerak, xo'p? Siz o'shani kuzatib boring. Xo'p. Saytlarimizni. Tushunarlimi? Ha, rahmat. Sog' bo'ling. Shohruh Esarov, marhamat. Shohruh Esarov. Qabul qildim. Boshqasiga qo'l ko'tarib Temirov, marhamat. Assalomu alaykum, men Temirov Ramziddin bo'laman, Nuroto'danman. Ha, Ramziddin Temirov. Marhamat, telefoningizni bering. Telefon nomerim 93lik 310 1945. 300 necha? 310 1945. 310 93lik 310 1945. Xo'p, marhamat, Ramziddin aka. 28 kuni unaqaga bordim aka, Gemezekkiga, Navoiyga. Xo'p. Gemezekki Navoiyga borib. Men qizlarga necha bo'ldi, Gemezekki. Shega dokument topshirishga bordim, ular filtrlik bo'yicha. Gemezi birgami? Gemezi birmi, Gemezi ikki shunga bordimda, Gemezi birga. Navoiyga keldim, yo Zarafshonga bordingiz. Navoiyga. Gemezi bir. Dokument Gemezi bir. Kadr chiqdi, bir 15 kishi o'tirdik. Bizni dokumentni qabul qilmadi, 2 kishinikini oldi. Hop. O'shunda men unaqani bitirganman, Kasblar kollejini, texnik mexanik xizmat ko'rsatish bo'yicha, texnik mexanik xizmat ko'rsatish bo'yicha. Mexanikalarga. Unga staj kerak dedim. Lekin stajim bor. Ishlab yuribman o'zim. Ramzdan aka, mana men tushuntirib o'tdim-ku ishga kirish tartibini. Hozir bugungi kunda faqat Zarafshon shahrida jihozlarni ta'mirlash bo'yicha navbatchi chilangarga tanlov e'lon qilinganda bo'sh ish o'rniga. Boshqa mana siz aytyapsiz-ku, Gemizda birga bordim deyapsiz. Bu o'rdagi kasblar mana yo'q-ku saytda. Bu saytga e'lon qilinadi, keyin tanlov qilib, o'sha suhbat qilinib, suhbat natijalariga ko'ra ishga qabul qilinasiz. Siz o'sha men yuqorida aytib o'tdim, MGMK.uz rasmiy saytiga o'sha nimaga ro'yxatdan o'tganmisiz? Ro'yxatdan o'tganman, unga ham dokument topshirdim, unga ham chaqirmadim. Siz chaqirib qarangda, siz o'sha mehnat MGMK.uz saytiga kirib kuzatib boring, o'sha sizning mutaxassisligingiz bo'yicha bo'sh ish o'rni e'lon qilinganda o'sha ariza qoldirishingiz mumkin tanlovda ishtirok etish uchun. Keyin unaqaga ham shofirlikka ham menga ham unaqa kerak ekan, shofirlikka ham kerak ekan, unga staj so'radim unga. Lekin polni kategoriya ham bor ekan. B, C, D, hamma narsa bor, unga ham qabul qilmadi. Polni kategoriya bilan necha yillik stajingiz bor? 3 yil stajim bor, stajim bor, lekin selektorlarga ishlab kelyapman-da Bravoyga. Haydovchilikka necha yil stajingiz bor? Haydovchilikka stajim yo'q aka. O'zimning shaxsiy mashinam bor, haydab yuribman, unga staj bo'ladimi yo'q endi bilmayman lekin. Endi Navoiy komiteri kombinatida haydovchilikka ishga qabulga birinchi talab kamida 3 yillik staj bo'lishi kerak. Mana shu og'ir mashinalarning haydovchilari kamida 3 yillik staj bo'lishi kerak. 3 yillik staji bo'lmasa, biz hujjatlaringizni elektron nima qabul qilmaymiz, qaytaradi sizni. Shu ayni shofirlik bo'yicha staj kerakda, shundaymi? Haydovchilik bo'yicha, aynan haydovchilik bo'yicha, haydovchilikka ishga kiraman desangiz, haydovchilik bo'yicha haydab yuribsiz, chaqanam haydayman, mana haydayman. Endi haydab ko'chaga haydab yuribsiz-da, uni rasman sizga o'sha nimadan o'tgan bo'lish kerak-da, mana. Soliq tomonidan nimadan registratsiya bo'lish kerak, ular nima qilingan biz tekshiramiz. Bu o'zi nimasida o'sha mehnat daftarchangizga o'sha staj ro'yxatdan nima aks ettirilgan bo'lishi kerak. O'shandan keyin hujjatlarni qabul qiladi. Bo'lmasa siz hozir chakman boshqasini haydaysizda hech qayerda rasman ro'yxatdan o'tmagansiz. Sizni bir joyda ro'yxatga olmaganlar, mana haydovchi sifatida. Qandaydir
o'zaro kelishuv, shunday og'zaki kelishuvga asosan ishlaysizda, rasman nimadan o'tmagansiz, ro'yxatdan o'tmagansiz. Shuning uchun stajingiz o'tmaydi sizda. Lekin soham bo'yicha ishlab yuribman-da. Tashkilotda. Ishlab yursiz, so'ng norasmiy ishlab yursizda. Unda rasman ishlasak, stajga o'tadi. Ramzan aka tushunarlimi? Va sirlik ham dokument bo'lmaydimi bu sirlikka? Bo'ladi. Polni aka bundayda, polni motor qilish, hadovi qilish polni qo'limdan keladi aka. Slesarlikka hujjatlaringiz bo'lsa, hozir nimaga o'sha mana hozir chiqish zarafshonga bor, topshiring o'sha esa hujjatlaringizni topshiring faqat onlayn. Qo'ldan hujjat hech kim olmaydi, kombinat bo'yicha qo'ldan hujjat bo'lmaydi. Shu har xil gap so'zlar bo'lmasin, inson omili kamroq o'sha ta'sir qilsin deb hujjatlarni elektron topshirasiz. Agar o'sha talablarga mos kelsa, hujjatlarni qabul qilib oladi, sizni tanlovga chaqiradi. Agar mos kelmasa, sizga mos kelmaganligi to'g'risida xabar beradi. Kim biladi 2021-yil ham bir dokument topshirdim, shu Zarafshonga bir 2 marta unga ham chaqirmadi 3000 sentrga. Shu yo'nalishim bo'yicha. Hozir nima qilmay, hozir bugun kecha kunduz bilan gaplashaylik. Hozir ovora bo'lib yurmaysizda. Shu onlayn topshirib, mana qiling. Onlayn topshiring. Demak, tushunarlimi Ramzan aka? Protokol. Bu aloqasi uzildi. Keyingi raqam o'taylik. Ochiq muloqot ishtirokchilari vaqt chegaralangan. Yana bir 5 minut vaqtimiz qoldi. Shuning uchun kimda yana savollar bo'lsa, qisqana qilamiz. Uchundan bo'ling, ishtonlar. Kim olsa beramiz. Chinora Sagdullayeva, marhamat. Chinora. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Sagdullayeva Chinora, nomerim 93lik 678 1408. Shu yil Namangan Texnika universitetini muhandis qoluvchi fakultetini tugatganman. Navoiy viloyat Uchquduq shahrida yashayman. Bandlikka bordim. Navoiy kombinatiga bordim ish izlab, lekin yo'qda shu ish muammo bo'lyapti. Tushunarli savolingiz, marhamat yana qo'yish. Chinora, sen ham tartibni tushuntirib o'tgandim. Agar eshitgan bo'lsangiz, yo'q, qaytib tushuntiraymi tartibni? Ishga kirish saytlardan ham ro'yxatdan o'tganman. Siz hozir mendan yuqoridagilar aytgan saytlaringizdan ro'yxatdan o'tganman. Hokimiyatga borganimda qurilishda ish topdim. Aloqa yaxshi sifatida yana bermayapti. Demak, qurilish yo'nalishi deganda shu, mana hokimiyatda boshqa organizatsiya, kombinat yo'nalishida bu ochiq onlayn shaklda topshiriladi. Bu mutaxassislar chaqiriladi, to'g'rimi? Uzib qoling deyman. Yo'q. Eshitilyaptimi, Chinora, eshityapsizmi? Eshityapman, gapiravering. Qarang, mutaxassisligingiz bo'yicha bo'sh ish o'rinlari e'lon qilinganda, o'sha tanlovda ishtirok etish uchun ariza qoldirishingiz mumkin. Hozir bo'sh ish o'rni yo'qmi shu yo'nalishda? Yo'q, bugungi kunda yo'q, lekin siz o'sha saytimizdan kuzatib boring, saytimizda. Xo'p. Rahmat, sog' bo'ling. Yana bitta kishiga fuqaroga ruxsat bersak, shu bilan agar qarshi bo'lsa tugatardik. Kim? Shu yetgan. Ramazon Sanayev, marhamat. Ramazon. Chiqdim. Xo'p, Olimjon Shamsiddinovga o'tib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, marhamat. Men Sanayev Ramazon Marupovich bo'laman. Toshkent davlat texnika universitetini elektronika va avtomatika fakulteti texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish tarmoqlari bo'yicha yo'nalishda o'qiyman-da, 5-kursman.
Sirtqi. Ha, sirtqi ta'lim. Ha, telefoningizni ham bering. Telefon nomerim 88lik 298 Boshdan ayting. 88lik 298 Aha. 0035. Savolingizni bering. Bu kombinatga bordim, shu Zarafshonga, keyin dokument topshirmoqchi edim. Aytdi, siz hali o'qiysiz, dokumentni olmaymiz. Xo'p, o'qisak ham, dokument topshirib qo'ysak, ishlasak, o'zi oxirgi kursimiz desam, dokumentlar qabul qilmayapti-da. O'tgan safar shu dokument qabul qilayotgan paytda borgandim, shu bizning yo'nalish bo'yicha. Avtomatlashtirish, kip sohasi bo'yicha. Aha, shu savolingiz tushunarli. Hozir mutaxassis javob beradi. Qarang, mana Ramazon quloq soling, tushundik, sizni eshitdik. Qarang, sizni o'sha o'qishga kirguncha qanaqa nimangiz bor? Malakaga o'qimaysizmi yo bir texnikum nima o'qiganmisiz? Oliy ma'lumotga sirtqidan boshqa. Hozir siz sirtqi o'qiyapsiz, to'g'rimi? Ha, sirtqi o'qiyapman. Ha, sirtqi o'qiyapsiz. Ungacha bormi birorta hujjatingiz? Ungacha shu shofyorlik bo'yicha 3 yillik stajim bor. Maygovdan ham nima bo'yicha katta mashina BC kategoriyali yuk tashuvchi. Bo'ldi. Qarang, ana sizni o'sha shofyorlik, o'sha aytaylik mutaxassisligingiz bo'yicha bo'sh ish o'rinlari e'lon qilinganda ariza qoldiring. O'sha ko'rib chiqiladi, ariza qoldirasiz. O'sha vaqtda o'sha talablariga mos kelsa, sizni ishga qabul qilishadi. Tanlov xulosasiga ko'ra, natijasiga ko'ra. Yo, o'zimda bu avtomatlashtirish bo'yicha kip sohasi. Avtomatlashtirish bo'yicha diplomni olgandan keyin. Diplom olgandan keyinmi? Ha, ishlash huquqi bor sizga, faqat haydovchi bo'lib, hozir mutaxassisligingiz haydovchi ekan, haydovchi bo'lib ishlashingiz mumkin. Agar boshqa mutaxassisligingiz ham bo'lardi, u bilan ham ishlash huquqiga egasiz. Hozir o'qiydigan sohangiz bo'yicha qachon diplomni olsangiz, o'shandan keyin ishlaysiz. Tushunarlimi, Ramazon? Ochiq muloqot ishtirokchilari, mana qariyb bir soat davomida sizlar bilan muloqotga kirdik. Berilgan savollarga mutaxassislarimiz javob berdi. Demak, bugungi navbatdagi ochiq muloqotimiz o'z yakuniga yetdi. Barchani e'tibori uchun rahmat. Albatta savollaringiz bo'lsa, bizni shu saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarimizda manzillar ko'rsatilgan elektron shaklda ham qoldirishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.